hech narsani keyinga qoldirmaslik kerak. Hatto qahva ichishni ham, hayol surishni, derazadan qarashni, qo'shniga salom berishni, farzandni erkalashni, biriga yaxshi gap gapirishni, o'zingiz uchun maza qilib bir choy damlashni, bir varaq kitob o'qishni, 10 yildan beri ajratmayotganingiz vaqtni ajratishni. Ya'ni keyinga qoldirish kerak emas. Bugun yashiradigan narsalar bor. Uni qiymati ham bugun, ertaga qiymati bo'lmaydi. Bugunni choyini, bugunni qahvasini, bugunni suhbatini bugun yashash kerak. Hayotni ko'p ham murakkablashtirish kerak emas. Murakkab bo'lsa nima-yu, murakkab bo'lmasa nima.